Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa sizlarga qo'ylardagilar arzon joyi, optim joyidan video qilib chiqarib beramiz. Kanalimizga obuna bo'linglar akalar. Har doim yaxshi qo'ylardan, sifatli zotdor qo'ylardan chiqaramiz akalar. Xalaqit bermaydigan kanal. O'sha bir haftada 3 kun, 4 kunda bir chiqadi, lekin manfaatli qo'y chiqadi. Ko'rgan odam ko'zi qonadigan sifatli qo'ylar chiqadi kanalimizda. Obuna qo'yaverasizlar. Birinchi akalar mana qo'ylarimizni ko'ringlar, 6 dona tozalar ekilgan, xudo xolasa 5 dona kashtani, 1 dona sariq naq bo'g'oz akalar. O'ta yaqin, xudo xolasa mana yerlari to'ldirib yotibdi obunachilarimizga. Lekin tavsiya qiladigan joyi, narxlari o'ta arzon. Shuning uchun like bosib akalar ko'rib turaveramiz. 6 dona akalar bo'yatganimda bo'ylari ham akalar yirik, eng oldi bor akalar, mana eng kattasi 90 plus 92 93 atrofi chiqdi akalar, o'lchadik. Bularda endi 85 ga oslagan bo'laveradi akalar. Endi mana sarig'imiz 80 plus ga olaverasizlar, lekin bu eng yaqin bo'g'ozi ham shu akalar. Qolganlar 85 ga, bitta eng kattasi 90 ga olaverasizlar, xudo xolasa. Sifatlarga ahamiyat beramiz. Kalla yuzlari eng muhimi yosh. Iktish sarig'imiz 4 tish, qo'zi 2 tish, 4 tishga chiqyapti. Bitta 6 tishimiz bor, eng kattasi 6 tish akalar. Xudo xolasa holatga qaraverasiz. Oyoq qo'llari baquvvat, xudo xolasa zo'r hamma yo'q mana. Tekis bellari ham akalar, mana tekis, buni belida ichib ketmagan, ya buni beli tushib ketmagan pastga. Hammasi akalar shunaqa mana, sorti mana. Qisori sortdan akalar, endi bitta edilbayimiz bor. Naq bo'g'oziga shuni akalar, buni ham qo'shdik, lekin qo'y narxlari yengil bo'ladi, xudo xolasa mana. Arqa dumbalariga ham bir ahamiyat beramiz. Tikka dumbadan hammasi, jullari ham toza, etdan keyin pacha bola bermaydi. O'ziga o'xshagan gavdali, normal sortda bola beradi. Mana yillar akalar hammasida bor, xudo xolasa. Mana tug'ib beradi inshaalloh akalar. Mana buni ham o'ta katta bitta tug'sa ham akalar to'yda tug'ilmas, o'ta katta qo'y. Narxlari akalar bularda 6,5 million so'mdan akalar. Bu 8 million, 9 million kerak bo'lsa shu kattalarga kattadan o'zini alohida qo'yib turib, masalan 10 million, 11 million qo'yishyapti akalar. Optimiga 6,5 milliondan akalar ketaveradi, xudo xolasa. Kattani o'zini ham sotaveramiz, sariqni ham sotaveramiz, farqi yo'q, lekin telefonda narx kelishiladi akalar. Endi 6,5 millionga masalan bu qo'yni o'zimizga ham bermaydi. Kerak bo'lsa 8 millionga ham bermaydigan qo'y. Lekin mo'nlar ham qachondan emas, endi yangi bo'lgan kanalimiz yangi bo'lgani uchun ham narxlari yengilroq qo'yib xalqimizga chiqarib beryapmiz. Endi maqsad klient orttirish. Telefon qilaverasiz akalar, 6,5 million so'mdan akalar kelishamiz. Bir joyga olganga tanlab olishga kelishimni qilib beramiz. Manzilimiz Namangan tumani Tepao'ron qishlog'ida. Kelib ko'ruvchilar bo'lsa, lokatsiya tashib beramiz. Xotirjam kelaverasiz akalar. Lekin buni qo'ylarimiz akalar kerak bo'lsa o'shanda o'tib ketadi. Chunki ikkitish qo'zida buni to'rttasi shunaqa. Bitta mana sarg'im 4 tish bor, qolgan bitta 6 tishimiz bor. U ham 90 ustida akalar. Xudo xolasa shoshilib aloqa chiqarasizlar. Like bilan obuna bo'lish esdan chiqmasin.